Ayol kishi 4 narsani istese jannatning 8 esiga ochiladi. Soning eng birinchisi Allohga sherik qo'shmasa. Soning eng birinchisi Allohga sherik qo'shmasa. Namozni o'qiydigan bo'lsa. Namozni o'qiydigan bo'lsa. Kuyovining to'shagini birovda o'tirgizmasa. Shunisi. Kuyovining to'shagini birovda o'tirgizmasa, bu degani kuyov yo'q qiz ishini kirgizmaydi. Kuyov yo'q bo'ladigansa, o ishni kirgizmaydi o. Birinchisi ne ekan? Allohga sherik qo'shma. Ikkinchisi namozi butun bunu. Uchinchisi kuyovining to'shagini boshqani kirgizmaydi. To'rtinchisi kuyovni hurmat qilib. O'sha 4 amalni ishlasang deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Sana jannating 8 esiga ochiladi. Endi hozir qarangiz, bizdagi tushunmovchilikning shunchalig'i ayolingni qizg'anasanmi deydi. Qizg'anamizmi? Qizg'anamizmi biz? Nima qizg'anamizmi? Biz musulmonmiz, biz qizg'anamiz biz.